Buni ham birinchi zangdan tozalab qo'yish kerak. Majburiy bo'lgan jurnallar bu. Texnika xavfsizligi shular qilyapti. Mana qarang, vizual simda bog'lab qo'ygansiz. Bunda 3 faza kelyapti. Qarang, bularda hech qanday forma yo'q. Biz uchun forma kiyishlari shart emas, aka, biz kelganimiz. Hozir ko'ryapman, hamma biz kelganda forma kiyish ketyapti. 3 kun muddat beraman. 3 kunning ichida har bitta qavatda hech nima qolmasin. Musul top-toza bo'lsin. Buni yechib olding, hammasini gilza qo'yib chiqsin. Hammasiga bunga ham, bunga ham. Mana bu liftni ham atrofini o'rab qo'yinglar. Qizil setka bu. Vaqtinchalik to'siq bu. Shoflarni kesib chiqish kerak. Bir-biriga ulanib turmasin. Bu tomoni 65 turibdi. Ustoqlaringizda metr yo'qmi? Bularda chang bo'ronga qarshi hech qanday chora-tadbirlaringiz yo'q. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan joylarda qurilish sifatini nazorat qilishga qaratilgan monitoringlar davom etmoqda. Xususan, ana shunday nazorat tadbirlaridan navbatdagisi Samarqand shahri Rasadxona mahallasida barpo etilayotgan yurak qon tomir kasalliklari shifoxonasi qurilishida olib borildi. Unda qurilish ishlarining sifati, xavfsizlik talablari va umumiy tashkiliy holat atroflicha o'rganildi. Biroq o'rganishlar davomida bir qator kamchiliklar aniqlandi. Ushbu obyektda qator kamchiliklar aniqlandi. Bulardan yuritilishi majburiy bo'lgan ijro hujjatlari yuritilmayapti. Ishchilar maxsus formada ishlamayapti. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmayapti. Obyektda chiqindilardan tozalanmagan, chang bo'ronga qarshi chora-tadbir ishlab chiqilmagan, kartcheylar o'rnatilmagan, eshikning chiqishi oldida. Qurilishda xavfsizlik talablariga rioya etmaslik inson hayoti uchun jiddiy xavfdir. Sifatsiz tashkil etilgan jarayon esa kelgusida katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga majburiy ko'rsatmalar berildi. Ularni belgilangan muddatlarda bartaraf etish vazifasi yuklatildi. Agar talablar bajarilmasa, qonun doirasida ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanilishi yuzasidan ogohlantirildi. Qurilishda tartib va xavfsizlik bu tanlov emas, majburiyatdir.